Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz artistmi? Ha, bitta rasm chizsam bo'lamizmi? Men ashaddiy muxlisingizman-da. Ke qizim. Rasmga. Bu qizimizmi? Ha, qizim. Ma'lum sizkimi? Ha, bizniki. Aytdim, artistlar polkom, lekin meni bog'am uni taniysizmi? Buka degan bachchani. U ham artistlarning birisi map qilmaydi ega. Buka. Yo'q, yo'q. Bitta rasm chizsam bo'lamizmi istalka? Buni. Qara qizim. Endi ana bitta girib mashina o'dagi talab bersangiz bo'ladimi? Mana o'dagida imkoni bo'lsa agar. Mana. Nima deyish kerak? 95 bachalari sela deb bering. Sela nima degani u? Ana zo'r qaytmas deganda imkoni bo'lsa. Ha, 95 Bachalar deyisharmi? Ha, 95 bachalar jelib turinglar deng, olmasa 95 bachalar jelib turinglar deng. O'z bizni tilimizda gapiring. O'zimiz tilimizda. Hamma joyda bir xil, biz tug'morda ham, qilbirda ham, cho'lloqda ham jelib turinglar dedi. Boshqa ayting nima deyish kerak? 95 bachalar jelib turinglar deng. Ya kilgili gap emas-ku, opa. Yo'q, men gapira olmayman-da. Unaqa o'zimman. Olmasam Chorbo siz zo'r eding, Chorbo deng. Chorbo muxlisingizda qo'shiqlaringizni eshitadi. Bu yonaman degan qo'shiq. Men ashlanmas u. Siz ashulansizmi? Yo'q, men ashlanmas u. Siz Nilufar Usmonovami? Yo'q, ey. Nilufar Usmonov hamma taniydi-yu. Qizim ketish. Yo'q, siz Nilufar Usmonov-ku. Men shuncha uyda olib jab rasm chekdim men, siz meni. Yo'q, Nilufar Usmonov emasman. Navro'zaman. Artistga chiqaman. Navro'za? Da. Navro'z ana bahorda bo'ladigan bayram Navro'zmi? Ha. Siz Navro'z bayramimi? Navro'z bayram kuni tug'ilganman, shunga shunaqa ism qo'ydim. Ha. Olmasam aytmaysiz. Men qirib to'taman rasm o'chirib bering. Siz meni bekor rasm chizibsiz. Siz artist, taniqli artist emassiz-ku, to'g'rimi? Xo'p, mayli tushmang unda. Ya nimaga bo'lmasa vaqtni oldingiz-da, ajramasam. Siz meni vaqtim olasiz. Qarang, chicha. Ana yo men qarang, mayli hazillashuvdi. Men hech qaysi artist tanmayman. Shahzodani ham, Dildorani ham tanmayman. Hech kim tanmayman. Munisa Rizayevani ham tanmayman. Nilufar Usmonov deb ham hazillashuvdi. Ular eshitmayman men. Qarang, menga ozroq pul kerak edi. Shunga iloji bo'lsa ozroq pul yordam qilib turing. Pul so'rayman dedim, ketib qoldingizda, to'g'risi mana. Uyalmaysizmi? Erkak kishisiz u. Yo, to'g'ri, erkak kishiman. Ishlab topsiz, bilmayman. Hali ham ayolmasman. Men sizdan sadaqa so'ramayapman. Prosta yordam qilib turing. Hamma yaxshilik qiladi-ku. Odamdan yaxshilik qiladi degan-ku. Jirdim ola, erta omad keladi bir kun, o'lbachaga bir kun, qizbachaga deb shunga Men yetadimi? 200 ming berib turing. Men Qayerga borasiz? uzoq joyga ketaman-da, uzoq joyga ketaman. Tarvuz oltiga ketaman. Qayerda-yu? Tarvuz olti bor. Ana shu joyda qarang. Bo'ldimi? Ha, men bo'g'lam duo kashlardan bo'ldi, bitta duo beraman shu pulingizga. To'g'ri aytaman. Otingiz kim edi? Navro'za. Navruzning tog'ani ulayim faqat dollar bo'lsin, ishi yez bo'lib ketsin, pochchaman ham qo'sha qarisin, hech qachon ko'zidan nima deydi, qayg'u ham arimasin, har doim kulib jirsin. Ulayim ana ishingiz rivojini bersin, rahmat. O'tirib olmon qilaman-da. Ya, to'g'ri. Ha, men to'g'risi men ham shundayman-da. Rahmat sizga. Hozir men 17 ishlatasiz, mendan pul so'rayapsizmi? Tushunmadim. Ya, bu meniki. Meniki emas, Jonibek oshnamniki. Jonibek oshnamniki bu tilpon meniki emas. Boy oshnangiz chaqirib olib ketsinmi, bo'lmasam sizniki? Ya, tilponni Alloh olib chiqdim-da, rasm tushaman deb shunga olib qo'ydim. Bu pulingizga rozi bo'lang. Men birov aytibman, duo berdim-ku. Mayli. Qarang. Men blogerman-da, shunday qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Bu prank edi. Bu prank. Shunday qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Xafa bo'lish. Yo'q, shuncha kuttirdim sizni kechgacha oxirini aytish uchun. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Men o'zi qo'rqib ham qoldim. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Xafa bo'lish yo'q.